pul bermayotgan holatlarini ham ko'rganman. Lekin aslida uni nomiga subsidiya olingan. Ularga agarda hunari qadrlansa, ular boqmanda bo'lmaydi. Men bemalol qo'rqmasdan aytishim mumkin. Ta'limda muammomiz bor. Nogironlik bo'lgan shaxslarga hali ko'p qilinadigan ishlar ko'pda O'zbekistonda. Inklyuziv ta'limni o'zi qanaqa bo'lishi kerak, amaliyotda qanaqa joriy etiladi, mezonlari nimadan iborat? Va albatta bir o'zingizga ma'qul bo'lgan bitta partiyaga a'zo bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi inklyuziv suhbatimizning mehmoni O'zbekiston tarixida ilk bor nogironlik bo'lgan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Jumayev Jasur Alimboyevich. Jasur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar va Dilmurod aka. Avvalo, bu podkastga taklif qilganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman va g'oyatda xursandman. Katta rahmat Jasur aka, bugun vaqtingizni ayamasdan ishga kelib, shu podkast uchun maxsus bizga vaqt ajratganingiz uchun. Bugungi mavzuyimiz shu nogironligi bo'lgan shaxslarning siyosatdagi ishtirokini qanday ta'minlashimiz mumkin? Shu savol ortida bir muhokamalar qilamiz. Men bilaman, siz tariximizda ilk bor shu prezidentimiz ham gapirib o'tdilar. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputat bo'lish oson ish emas. Va siz nogironligi bo'lgan shaxs, nogironligi bo'lgan faol sifatida siz bilan shu suhbatni qilishga qaror qildim. Birinchidan shu o'zingizni hayot yo'lingiz, shaxsiy tajribangiz haqida gapirib bersangiz, o'zi menimcha ko'pchilik biladi sizni, tinglovchilarimiz, lekin o'zingizdan bir qisqacha o'zingiz haqingizda gapirib bersangiz zo'r bo'lardi. Rahmat katta. Tushunarli. Men Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida tug'ilganman. Sejay qishlog'ida 1984-yilda ayrim bir sabablarga ko'ra 1997-yilda ikkita oyog'im ishlamay qolgan. Shundan beri o'sha qishloqda o'qiganman va bundan tashqari somon san'ati yo'nalishi bor. O'sha somon san'ati yo'nalishida o'zimni sifatida, o'zimni ijodkor sifatida sayqallanishga turtki bo'lgan o'sha somon san'ati va undan so'ng Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy dizayn institutida u yerda asosan professional fotografiya bo'yicha tahsil olganman. Magistratura bosqichida multiplikatsiya bo'yicha va undan so'ng o'sha institutga aynan institut rahbariyati tomonidan taklif qilinib, o'sha institutda o'qituvchilik faoliyatini boshlaganman va hozirda ham o'sha institutda o'qituvchi sifatida ishlab kelmoqdaman. Albatta, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligidan tashqari. Ya'ni deputatlik bu hozir sizni asosiy faoliyatingiz emasda, ya'ni boshqa ishlarni ham qilyapsiz, to'g'rimi? Deputatlikdan oldinga to'xtaladigan bo'lsak, aynan Ijtimoiy himoya milliy agentligi tashkil etildi. Ijtimoiy himoya milliy agentligiga ham Argos orqali hujjat topshirganimda suhbatlardan o'tib o'sha yerga ishga qabul qilindi. Bu ham men uchun bir kutilmagan va katta tajriba bo'ldi, chunki qariyb 10 yil davomida oliy ta'limda ishlagan bo'lsam, u yerda faqat turmuchasi sog' insonlar bilan ishlaganman va 1 yil u qariyb 3 oy Ijtimoiy himoya milliy agentligida ishlaganim men uchun katta maktab va u yerdan aynan ko'p narsalarni oldim o'zim uchun. Hozirgi kundagi mana shu deputatlik faoliyatimda ham u men uchun eng katta maktablardan biri deb bilaman. Tushunarli. Rahmat katta javobingiz uchun. Ya'ni Ijtimoiy himoya milliy agentligida qaysi lavozimda ishlagansiz? U vazifalaringiz nimadan iborat bo'lgan? Ijtimoiy himoya milliy agentligida asosan bu yerda meni faoliyatim nogironligi bo'lgan insonlar va ta'limga bog'liq edi. Bilsanglar, o'sha yurtimizda 4 ta hozirda texnikumga aylandi 1-yanvardan. Nogironligi bo'lgan shaxslar uchun ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktablari bo'lardi. 4 ta, ikkitasi Toshkentda, bittasi Samarqand, bittasi Farg'onada. O'shalarni takomillashtirish va shularning ustida ko'proq ishladim. U yerda yetakchi mutaxassis, bosh mutaxassis lavozimlarida ishladim.
Men o'ylaymanki, Xudo xohlasa, mana texnikumga aylantirishga ham oz bo'lsa-da hissamiz qo'shildi. Bundan juda ham xursandman. Bag'oyatda xursandman, chunki maxsus maktab statusidan texnikum statusiga o'tilganligi bu yaxshi yutuq va natija deb bilaman. Tushunarli, rahmat katta. Endi o'sha aynan Oliy Majlis deputatligiga saylanganingiz shu haqida bizga juda ham qiziq, tinglovchilarimizga. Mana siz o'sha O'zLiDeP partiyasi, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasiga fraksiyasiga a'zo ekansiz. Umuman partiyaga qachondan a'zo bo'lgansiz? Bu partiyada faoliyatingiz haqida gapirib bera olasizmi? Albatta, men bu partiyaga adashmasam, mana shu o'zi 2017-yildan beri Milliy tiklanish demokratik partiyasi Bo'stonliq tumanidan o'zim o'sha tug'ilib o'sgan tumandan a'zo edim. Bundan keyin endi Toshkentga kelib faoliyat olib borgandan keyin baribir tumandan uzilish sezdim. Keyin shunaqaki, har bir insonda o'zi qaysi partiyani tanlash xohishiga ega va menimcha 1 yilmi, 2 yil oldin, o'sha adashmasam 2 yil bo'ldi, Liberal Demokratik partiyasiga a'zo bo'lgandim, Toshkent shahar boshqarmasiga va aynan partiyani faoliyati bilan bog'liq ishlar bilan oz bo'lsa-da tanish edim-ku, lekin kongresslarda, o'sha katta bo'ladigan o'sha partiya fraksiya yig'ilishlarida ishtirok etib kelardim. Nomzodimni mana shu yili sentyabr oyida qo'yishga qaror qilindi va agar bu yilgi saylovlar bizda o'zgacha o'tdi, ya'ni proporsional va majoritar. Majoritar tarzda saylangan saylovchilar o'zlari okruglardan saylanadi. Proporsional tarzda saylangan deputatlar bular partiya ro'yxati asosida saylanadi. Har bir partiyada aynan proporsional ravishda nomzodini qo'ygan insonlar 100 tadan edi. Men Liberal Demokratik partiyasidan o'zim nomzodimni qo'yib, partiya ro'yxati asosida saylandim. Yana bir narsani aytib o'tib ketishim kerak. Hozirda aynan Oliy Majlis Qonunchilik palatasida to'g'ri nogironligi bo'lgan shaxs kolestikada yuradigan inson bitta men bo'lganligimni bilaman, lekin mendan tashqari ham ikkita deputatlarimiz bor. Ularda endi o'sha ichki a'zolaridan guruh nogironligi olgan. Menimcha ikkinchi guruh nogironligini olgan bo'lsa kerak. O'shalar ham hozirda umumiy Oliy Majlis Qonunchilik palatasida 3 ta nogironligi bo'lgan deputat bor. Va shuni alohida aytib ketishim kerakki, bu yil Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatligiga 11 nafar nomzod bo'lgan, aynan nogironligi bo'lgan shaxslar. Bundan tashqari mahalliy kengash deputatlikka nomzodlar orasida jami 600 nafar nogironligi bo'lgan nomzodlar mavjud bo'lgan. Hozir mahalliy kengashlarda esa 138 nafar nogironligi bo'lgan shaxslar deputat etib saylangan. Bu juda ham quvonarli holat. Juda ham quvonarli holat. Haqiqatdan aytasiz. Chunki avvallari bunaqa siyosiy ishtirok haqida eshitmaganman. Ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslar, mana siz aytyapsiz, ichki o'sha organ a'zolari bo'yicha nogironlik holatini orttirganlar ham bor dedingiz. Men savolim yana partiyaga qaytsak, partiyaga misol uchun men siyosiy partiyaga a'zo bo'laman degan bir g'oya odamda shunchaki kelmaydi-da. Ya'ni siz kimdir ilhomlantirganmi yoki qaysidir bir siyosatchi nima deydi, siyosiy hayotga kirib borish uchun qandaydir bir turtki bo'lishi kerak-da. Ya'ni shu partiyaga ham a'zolikka yozilishga ham. Birinchi Milliy tiklanishda bo'lganman dedingiz, Bo'stonliq tumani, keyin mana Xalq Liberal Demokratik partiyasida. Sizga nima turtki bo'lgan shu partiyaga a'zo bo'lish va umuman siyosiy hayotda ishtirok etishga? Bu ham bo'lsa, Dilmurodbek, siz yaxshi bilasiz, oldinlari nogironligi bo'lgan shaxslar uchun sharoitlar va imkoniyatlar juda ham kam edi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, oliy ta'lim muassasalariga nogironligi bo'lgan shaxslarning qamrovi 1991-yildan 2017-yilgacha 50 nafar nogironligi bo'lgan shaxs oliy ma'lumotli bo'lgan ekan. 2018-yildan hozirgi kunga qadar 21 mingdan oshgan.
bularni soni. Mana shunaqangi biz o'qigan davrda deylik, institutlarda o'qigan davrda oddiy o'sha yugur o'zimizni kuchimiz, harakatimiz bilan o'qishga harakat qilganmiz. Mani ko'p savollar oldin qiynardi, lekin bilasizmi, men ijodkorman, lekin siyosatga befarq bo'lmaganman. Bu siyosat degani o'sha yurtimizni shakllanishiga, rivojlanishiga baribir befarq bo'lmaganman, lekin o'zimda xohish bo'lardi oldinlari. To'g'ri, ijodkor nima qilib yuribdi deyish mumkin, lekin xohish bo'lardi. Aynan oz bo'lsa-da nogironligi bo'lgan shaxs sifatida o'sha aynan siyosiy maydonda ham o'zimni fikrlarimni bildirish, deylik, qanday tushuntirsam, nogironligi bo'lmagan shaxsdan nogironligi bo'lgan shaxs qayerda qanaqangi qulayliklar kerakligini va nogironligi bo'lgan insonlarga nimalar kerakligini biladi. Albatta, o'zim xohishim bo'lardi oldindan qonunda o'shalarni ham yoki o'sha jamiyatimiz rivoji uchun shu takliflarni o'zim aks ettirsam degan fikrlar bo'lardi. Asosiy turtki shu bo'lgan. Agar men balkim hozir o'ylayman, agar men ikkita oyog'im ishlamay qolmaganida men siyosatga kirib kelmagan bo'lardim. Tushunarli, rahmat katta. Bu partiyalardan tashqarida, ya'ni misol uchun nogironlar jamiyati, men bilaman Bo'stonliq tumanida nogironlar jamiyati ham bor. Siz faol bo'lganmisiz umuman shu jamiyat hayotlarida, shu nogironligi bo'lgan shaxslar jamiyatlarida? Yo'q, nogironligi bo'lgan shaxslar o'sha aynan jamiyatlarga a'zo bo'lmaganman va nogironligi bo'lgan shaxslarga qanaqa? O'sha talabalik paytida 2011-yildan menimcha adashmasam 2018-yilgacha o'zimni o'sha talabalik paytda yig'gan klubim bo'lardi. Amaliy san'at klubi deb yig'ganman. Endi san'atga doir. Bunda bizni bir maqsadimiz bo'lardi, bir yilda bir marta, bir kun kelajakka bir qadam degan shiori ostida aynan nogironligi bo'lgan shaxslar va o'sha nogironligi bo'lgan shaxs bo'lib bolalar uyida yashayotgan yoshlarga master klass, ko'rgazma va ularni o'sha bayram dasturxonini qilib berardik. Befarq emasdim, to'g'rirog'i o'zimni vaqtim yo'q edi jamiyatlarni o'sha tadbirlarda yoki o'sha qilinayotgan ishlarda faol ishtirok etish uchun. Menimcha shular turtki bo'lgan va ko'proq o'sha bolalar uyiga borib, o'sha aynan nogironligi bo'lgan insonlar uchun bolalar uylariga borib kuzatardim. Qo'limdan kelganicha yordam berishga harakat qilardim. Meniga eng katta turtki shu bo'lgan. Baribir biz dunyoga keldik, jamiyatda yashayapmizmi, ma'lum bir yutuqlarga erishganimizdan keyin boshqalarni ham istar ekan inson, ularni ham yutuqqa erishishini, hozirda aynan ularga nima kerak bo'lsa, o'shani faqat deylik, men oldinlari 60 ta 70 ta bolalar bilan bir yilda bir marta ishlagan bo'lsam, hozirda shunaqa xohlardimki, butun respublika bo'yicha bu narsalarni rivojlantirish, shakllantirish, har bir insonning o'zini fikrini eshitish men uchun qiziq edi. Asosiy meni jalb qilgani shu bo'lsa kerak deb bilaman. O'sha ishtirok etmaganman, lekin mana shunaqangi loyihalarni qilib yurardim o'sha paytlarda ham. Sanvekt degan markaz bor. Sanvekt markazida ko'proq o'sha yerda o'tkazardik. Ularni o'sha hovlisi bor-ku, shu hovlisida ko'p o'tkazganmiz. Mana shunaqa qilib, nima deydi, aynan jamiyatga o'zimizni hissamizni qo'shish, bee'tibor bo'lmaslik o'sha paytlardan boshlangan. Tushunarli, rahmat katta batafsil javobingiz uchun, Jasur aka. Yana bitta savol bor edi, o'sha O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasida boshqa nogironligi bo'lgan shu a'zolari ham bormi? Siz ularni taniysizmi? U qandaydir bir faoliyat olib boradimi shu inklyuziya va nogironligi bo'lgan shaxslar bo'yicha partiya? Misol uchun shu yoki o'zingiz ham bir faol bo'lganmisiz shu partiyani ichida shu mavzular bo'yicha? Albatta, mahalliy kengashlardagi 138 ta deputatlarimizdan men o'ylaymanki, ko'prog'i albatta Liberal Demokratik partiyasidan
saylangan deb bilaman. Buni aniq statistikasini hozir yonimda yo'qligicha aytolmayman, lekin bor edi o'sha aynan mahalliy kengashlarda. Oddiy bir misolni aytishim mumkin. Mani o'zim shaxsan yaqindan taniganim, bu qizimiz ham juda ham faol qiz. Jizzax viloyatidan o'sha tuman kengashida Barno degan qizimiz. Bu qizimiz ham Liberal demokratik partiyasidan a'zo. Boya to'g'ri aytdingiz. Deylik partiyada nimalar o'sha amalga oshirilgan dedingiz. Bu kungacha amalga nima oshirilganini bilmayman partiyada, lekin hozir kelganimdan beri o'sha deylik 18-noyabr kuni deputatlik belgisini bizga berib chiqqanidan beri ko'pgina takliflarni o'sha kundan beri boshlaganman. Hozirda aynan Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Liberal demokratik fraksiyasi hamda o'sha siyosiy kengash bor. Ijro qo'mitasi bilan hamkorlikda inklyuziv jamiyat sari degan loyihani yo'lga qo'ydik. Bunga ham oz muddat bo'ldi. Bunda bu loyiha Dilmurod aka aytishi mumkinki, bu katta qamrovi juda ham katta. Bu yerda asosiy 5 ta maqsad qilib olganmiz. Maqsadlarimizni o'sha nomini o'qib bersam sizlarga. To'siqsiz va xavfsiz harakat, inklyuziv ta'lim, bandlik, nogironligi bo'lgan insonlar bandligi, ijtimoiy tenglik, iqtisodiy va huquqiy imkoniyatlar yaratish. Mana shunaqangi o'zimizga yo'nalish belgilab oldik. Hozirda ishlamoqdamiz. Aynan buni nima uchun o'zim tashabbus qilib hozir o'sha loyihani o'sha rahbar o'rinbosariman. Aynan o'sha inklyuziv jamiyat sari loyihasini o'rinbosariman. Bu yerda juda ham ko'p g'oyalarni berganman va o'sha g'oyalar asosida ishlanmoqda. Bunda mana shu fevral oyida aynan Qoraqalpog'istonni borib o'rganib kelmoqchiman. O'zim shaxsan bormoqchiman. Har bitta respublikamiz har bir hududiga chiqib o'rganmoqchiman. Bundan tashqari mana shu hozirda balki tinglayotgan faol yoshlarimiz yoki insonlarimizdan ham takliflar kutib qolamiz. Aynan mani o'zimda kanal bor. O'sha o'zimni kanalim orqali u yerdan murojaatlar bersa bo'ladi. Murojaatlar asosli kanal orqali kelsa, bu ham xuddi boshqa murojaatlar kabi e'tirof etiladi. Shuning uchun butun faqat Toshkentda o'tirib o'sha qonunlarga aynan nogironlik bo'lgan shaxslar uchun yaratiladigan imkoniyatlarga emas, butun respublika bo'yicha o'shalarni o'rganib chiqqan holda mazkur hozirda ishlayotgan qonunlarimizga muhim, kerakli va ishlaydigan takliflarni berish niyatim bor. Tushunarli. Rahmat katta. Juda ham qiziqarli loyiha ekan, o'sha inklyuziv jamiyat sari. Mana endi hozir siz ishxonada o'tiribsiz. Shu Oliy Majlis binosi, to'g'rimi? Siz o'tirgan joy. Ha, albatta. O'sha bino bo'yicha biz ham bir borganimizda, ko'rganimizda shu bino aytishganda nogironlik bo'lgan shaxslar uchun moslashtirilmagan. Ya'ni umuman siz mana deputatlik faoliyatini boshlaganingizdan keyin qandaydir to'siqlarga duch keldingizmi shu jismoniy atrof muhit masalasida, shu binoda, boshqa joyda qiyinchiliklar bo'ldimi sizga bitta sifatida? Bu yerda men juda ham xursandman. Dilmurod aka, birinchi o'rinda e'tibor bo'lganiga xursandman. Men kelgunimga qadar bu yerda o'sha shaharsozlik normativ qoidalari asosida pandu o'rnatilgan, xonam ham boshqa deputatlarnikiga nisbatan kengroq, kattaroq xona berilgan. Hattoki nima deydi, kelganimda ozgina nimada sharoit yo'q edi. Deylik, xonamdagi devordagi oyna balandroq joylashgandi. Iltimos qildim, o'sha yarim soatda o'sha pastroq joylashtirib berdi. Baribir o'zimizni ko'rib, baribir o'sha e'tiborni o'shandan sezdimki, har bir Oliy Majlis Qonunchilik palatasi aynan nogironligi bo'lgan shaxs kelguniga qadar har bir detaliga e'tibor berib, sharoitlar yaratib qo'ygan. Deylik, o'sha hojatxona, sanuzellarda, kirib chiqishlarda alohida liftga yaqinroq joydan xona berilganligi ham nima deydi, men o'zim kutilmagan holatlardan biri. Bundan juda ham xursandman, sababiki men o'ylagandim. Endi institutda shunaqangi holat bo'lgan, borganimda o'sha panduslar, hamma narsani o'zim
nima deydi, gapirib, rektor oldiga kirib, mana shunaqa qilib tayyorlattirishga harakat qilganman-da o'zim dars berishim uchun. Bu yerda xursand bo'lganim, har bir narsaga e'tibor berishib, to'la-to'k sharoit yaratib qo'ygan. Deylik, men uchun kolyaskada yuradigan insonlar uchun. Tushunarli, rahmat katta. Juda ham xursand bo'ldim shuni eshitib. Chunki ko'pchilik mana endi hech kim kirib o'tirmagan mana shu yerda nogironlar aravachasidan foydalanib, o'shaning uchun qulayliklar yaratilayotganligi juda ham quvontiradi bizani. Yana bitta savol sizni shaxsiy hayot yo'lingizdan 2015-yil sizni biografiyangizni ko'rganimizda shu jasorat medalini olgan ekansiz. Jasorat medalini sohibi bo'lish ham juda ham katta ish. Shu medalni sizga nima uchun berishgan va qanday qilib erishgansiz bu marraga? Rahmat. Bu ham albatta bundan juda xursandman. Sababiki men o'zimda kutilmagan holat bo'lgan. Men mana 2004-yilda somon san'atini o'rgana boshlagan bo'lsam, o'sha yildan beri har doim faolman. Aynan Toshkentga kelganimda men oddiy bitta kolyaskada kelganman. Bir yildan keyin harakat qilib o'sha san'atni o'rganib, mablag' jamg'arib, o'zim uchun Zaporoj sotib olganman. Nima deydi? Meni o'zimni ichimda qanaqadir g'oya emas, meni o'zimni qiynaydigan savol bor edi. G'oyasi noto'g'ri bo'lar balki, bu ham bo'lsa, men jamiyatda o'z o'rnimni topishim kerak va bu muhim. Men kelajagimni qurishim kerak degan o'zimni shunaqangi katta maqsadim bor edi. Men ham bo'lsam oddiy Bo'stonliq tumani Seje qishlog'i tog'li hudud, u yerda deyarli sharoit yo'q edi. Buni ham mana 2015-yilgacha bo'lgan davrda juda ham ko'p ko'rgazma, tanlovlarda o'sha hozir mana siyosat bilan bo'lib hech qaysi bir ko'rgazma, ko'rik tanlovlarda qatnashmayotgan bo'lsam, u paytda hattoki bir holat esimga tushib ketdi. Toshkentda, O'zbekistonda bemalol hamma joyda meni qabul qildi yuribman, lekin men boshqa davlatda qanaqa o'zimni his qilaman deb, o'zim Qozog'istondan, Olmaotadan ko'rgazmaga zayavka berib qatnashish uchun Olmaotaga samolyot bor, yo'q dedim. 2013-yilda bo'lgan holat. Men bu chegara yo'li orqali o'tib borganman-da, qani men o'zimga bo'ladigan qiyinchiliklarni yenga olamanmi, yo'qmi degan. Yana bir muhim jihati men bir o'zim edim. Yonimda hech kim yo'q to'g'risi. Uydagilarimga o'rtoqlarim bilan ketyaptim dedim, lekin hech kimim yo'q edi. Taksida o'sha chegara hududiga borib, u yerdan poyezd, Chimkentdan poyezd, mana shunaqa qilib yetib borib, u yerda ko'rgazmamni ochib qaytib kelganman. Bu ham bo'lsa, o'zimni ishonchimni o'zim bilib olish maqsadida bo'lgan. Aynan jasorat medalini olganimni, hozir menga berilganini o'zimni tahlillarim natijasida o'sha jamiyatda faolligimni natijasi deb bilaman. Tushunarli, rahmat katta. Yana bir bor tabriklaymiz shu medal bilan. Menimcha kamdan-kam odamga bunaqa medallar beriladi. Bitta savol, mana siz shu qiyinchiliklarga duch keldingiz deb aytdingiz, ya'ni nogironligi bo'lgan shaxslarga hali ko'p qilinadigan ishlar ko'p-da O'zbekistonda. O'sha siz aytgandingiz, o'sha loyiha Albatta. inklyuziv jamiyat sari bo'yicha, ya'ni ta'lim, inklyuziv bandligini ta'minlash, siyosiy ishtirok. Mana Oliy Majlis Qonunchilik palatasi bo'lganligi uchun asosan shu qonunlar bilan ishlaysizlar, endi to'g'rimi, deputat sifatida. Hozirgi Albatta. shu savol meni qiziqtiradi. Sizni nima deb hisoblaysiz? Hozirgi muammolarimiz qanday shu nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini ta'minlash borasida va nimalarga ko'proq e'tibor berishimiz kerak? Siz mana deputatlik paytingizda ham. Men birinchi o'rinda aytgan bo'lardim. To'g'ri, kamchiliklar bor, lekin agar tarixga nazar solsak, bundan bir 7-8 yil oldinga yoki balki bundan ko'p holatga nazar solsak, deyarli e'tibor tugul e'tiroflar ham yo'q edi insonlarga nisbatan-da. Lekin hozirda bor, muammolarimiz bor. Misol, men bemalol qo'rqmasdan aytishim mumkin, ta'limda muammomiz bor. Men o'ylaymanki, nogironligi bo'lgan shaxs deb e'tirof etdikmi, u bog'chaga hamma qatori borish kerak. Albatta sog'lig'i
nuqtai nazardan ko'taradigan nogironlik bo'lgan shaxslarimiz. Har bir ta'limni hamma bosqichida ularga sharoit yaratilishi kerak. Chunki qonunda maqsad qilib belgilab qo'yildi-ku. Qonunda hamma teng huquqli o'qishga haligi nima deydi, o'zi har bir inson o'zining huquqi bor. Deylik, yana bir meni qiynaydigan holat institut, oliy ta'limni juda ham yaxshi bilganligim uchun sharoit yaxshi emas, misol uchun. Qaysi tomonlama? Bizda kvotalar berildi, 2% kvotalar berildi. 1 yilda berilayotgan kvotasi hozir menda hattoki uni statistikasi bor. 1 yilda nogironligi bo'lgan shaxslar uchun mana 2024-25 o'quv yilida 3898 ta kvota ajratilgan faqat nogironlik bo'lgan shaxslar uchun. Lekinda ular oliy ta'limga borib o'qishga borishganda u yerda sharoitlari yo'qligi meni qiynaydi. Misol uchun taktil yo'laklar, shahar normativ qoidalar asosida harakatlanish uchun panduslar yoki hojatxonalar, surda tarjimonlarning yo'qligi meni qiynaydi. Men ko'p juda ko'p gapiraman shu narsalarni. Surda tarjimon juda ham kerak. Chunki u ta'lim olishiga muhim, o'sha ta'lim olish zanjirining muhim zanjirlaridan biri deb har doim aytaman. Misol uchun maktabga kelmayotganligi, uy ta'limidan chiqish kerakligini ko'p aytaman. Mana shunaqangi kamchiliklarimiz bor. Va hozirda endi oldingi yili juda ham o'sha ijtimoiy himoya milliy agentligida ishlayotganimda juda ham yaxshi loyiha qo'yildi. Bu ham bo'lsa bandligi. Siz o'zingiz ham o'sha bandligi bo'yicha ko'p e'tibor qaratasiz. O'zingiz ham juda ham yaxshi bilamiz, faol ishlayotgan, respublikada bitta faol ishlayotgan, bemalol qo'rqmasdan ayta olamiz, Ish Plus loyihasi. Bandligida ham muammolar borligi, barcha yo'nalishi jabhalarida qanaqangi muammolar borligini bilgan holda o'sha inklyuziv jamiyat sari degan shior ostida o'sha loyihani oldi surishga harakat qilyapmiz hozirda. Tushunarli. Rahmat katta Jasur aka. Men o'zim tayyorlagan savollarim shu bilan tugadi. Endi men tinglovchilarimizga imkoniyat bermoqchiman. Birinchi tinglovchimiz Kamoliddin ismli tinglovchimiz. Men sizga mikrofonni yoqib berdim. Marhamat Kamoliddin. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat. Qarang, men bu yil institutga kirdimda, частный institutga, davlatga kira olmadim. O'sha kvotasi borligidan topshirdim, lekin bular vaqti balni ko'p qo'yib yuborganda, o'shani hisobiga частныйga kirdim. Oraliq nazoratchilardan o'tdim. O'tganim, keyin imtihonga test topshirgani kirganimda o'tmagan mavzularni ichiga tiqib yuborganda endi anaqa testga. Keyin testdan yiqitib yubordim. Qayta topshirasiz-da, agar qayta topshirganingizda ham o'ta olmasangiz deyapti. Keyin kredit modeli bor dedi. Hamma anaqa beriladigan anaqa bor dedi. Nogironlarga ham o'sha kredit modeli taqdim qilinadi dedi. O'sha yerda o'qib yurganimda, institutda o'qib yurganimda bir nogiron bor ekan, o'zim ham ikkinchi guruh nogironman. U ham dadasi apchib olib kelib darsga qo'yib chiqadi, dadasi ko'tarib olib chiqadi boshqa panaqa darslarga-da. U ham aytgan, u ham xafa bo'lyapti. Nega dedi, nogironlar inobatga olmaydimi? O'tmagan mavzular tiqmasa bo'lardi bizga deyapti. Keyin men aytdim, yo'q, bilmadim endi. Bu institut anaqasini programmasini men bilmayman. Bu yil men ham birinchi kursman. Siz-chi desam, men ham birinchi kursman deb shunaqa dedi-da. Shunga qiynayapti bizni shu anaqa savollar. Biron bir yengillik kiritiladimi, yo'qmi? Частный institutlarda unaqa yo'q lekin bizda. Savolingiz uchun rahmat. Juda ham o'rinli savol, juda ham ko'p insonlarni qiynayotgan savol mana shu. Aynan o'sha 2% kvota asosan emas, o'zi aniq faqat belgilangan davlat institutlariga u amal qiladi. Xususiy institutlarda u amal qilmaydi, to'g'risi. Endi siz davlat instituti deyapsiz, davlat institutida shunaqaki, institut universitetlarida 2% kvota. 2% kvotada 57 ball, mayli 60 ball yig'ing,
Agar sizni raqobatchingiz bo'lmasa, sizni o'sha 2% o'rningizda raqobatchingiz bo'lmasa, albatta kirib ketasiz. U yerda rostdan ham bitta ilgi qo'yib qo'yishgan 56 yu nechi, men endi 57% deyapman, sal qo'polroq qilib o'sha 57% yig'ilsa kirib ketayotganlar ko'p. Endi xususiy institutlarga rostdan ham biz aralasha olmaymiz, u yerdagi sharoitlari yoki chunki ular xususiy ochilgan. Endi xususiy ochilgandan keyin sharoitni o'zi qiladi, o'zi xohlagan kontrakt summasini qo'yadi. Shuning uchun men o'ylaymanki, agar siz imkoni bo'lsa, mana shu kelayotgan yilda yaxshi topshirib, yaxshi tayyorgarlik ko'rib, davlat universitet institutlariga o'zingizni bir sinab ko'rsangiz yaxshi bo'ladi. Faqat shu narsasi bor, talab ozgina o'qish kerak, o'rganish kerak. Shundan keyin albatta juda ko'p kirib ketayotganlar bor. Aytayapman, boyagi aniq statistika Oliy ta'lim vazirligidan kelishganda so'radim. 21 mingdan oshib ketdi nogironligi bo'lgan shaxslarni oliy ta'limga qamrovida. Ishlashda ham ana shu Argos kvota ochganda, Argos ilovasi ochganda, unda ham asosan oliy ma'lumotlilarni so'rashyapti. Men o'ylaymanki, endi sizga sal qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, aynan o'sha 2018-yildan joriy qilingan 2% lik kvota faqat davlat institut universitetlarida amal qiladi. Jasur aka, rahmat katta javob uchun. Menimcha juda ham dolzarb savol. Endi siz deputat bo'lganingizga menimcha endi 2 oy bo'lyapti. Albatta. Hozir ko'p narsani talab qila olmaymiz sizdan, lekin misol uchun siz deputat sifatida mana xususiy universitetlarda ham bu narsa qilaylik, shu nogironligi bo'lgan shaxslar ham xususiy universitetlarda o'qisin deb qandaydir bir tashabbus bilan chiqa olasizmi Oliy Majlisda yoki shunaqa huquqingiz bormi o'zi deputat sifatida? Shuni so'ramoqchi edim. Albatta, Dilmurod aka, xususiy universitetda o'qiyotganlar bor, nogironligi bo'lgan shaxslar hozir. Lekin hammasi hech qanaqangi nima deydi, imtiyozlari yo'q u yerda-da, to'g'risini aytganda. Bu bo'yicha rostdan ham o'zim o'sha bloknotimga taklif sifatida yozib ham qo'yganman. Endi Xudo xohlasa buni mavridi, o'sha asosli sabablarini yig'ishga harakat qilganman. Har bir nima deydi, taklif olib chiqqanda juda ham bir yaxshi, mana bu yigitimizni ham gapirayotganlari yaxshi asos. Xudo xohlasa bu taklif boya birinchi to'xtalganimda aytdim. Birinchi o'rinda men ta'limga e'tibor berganman bu yerda. Asosan ta'lim, ilm, bilim. Bu aynan nogironligi bo'lgan insonlarni kelajagini belgilab beradigan o'zimni oldimga qo'ygan maqsadlarim deb bilaman. Shuning uchun albatta bu takliflarni hozir ham yozib qo'yaman, lekin o'sha takliflar bloknotimda ilgib bor edi. Birinchi marta emas, bunaqangi hozirgi aytilayotgan muammo aynan ijtimoiy himoya milliy agentligida ishlab yurganimda ham xuddi shu muammolarga duch kelgan edi. Tushunarli, rahmat katta. Men keyingi tinglovchimizga beraman mikrofonni. Omonova Mahliyo Bahodirova, marhamat. Faqat mavzuga oid o'sha savolingiz bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum, Jasur aka, yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Meni savolim shundan iboratki, jismoniy harakat bo'yicha bolalikdan nogironligim bor. Bitta hamma nogironlar tomonidan bir taklif nima sifatida chiqyapman. Magistratura, masalan, bakalavrni bitirganmiz. Magistratura bo'yicha ko'p qiynaydi. Sertifikatim bo'lmaganligi uchun 2 yildan beri magistraturaga topshirib, shu daraja ololmayapman. Ana shu jismoniy bo'lgan nogironlar uchun ham test sifatida o'tkazib bersa, bir taklif bildirmoqchi edimda. Magistraturada aynan imtiyozlar bor. Faqat u yerda Oliy ta'lim vazirligi bitta narsani talab qildiki, o'sha IELTS yoki CBIR mana shunaqangi sertifikati bo'lsin deb shart qo'yib qo'yilgan. Bilasizmi, agar nogironligi bo'lgan shaxs bo'lmasa ham, u ayol kishi bo'lganligi uchun, qiz bola yoki ayol kishi bo'lganligi uchun u agar o'sha CBIR yoki IELTS sertifikati bo'lsa, ular hattoki ekzaminlarda ham qiynalmaydi va
ular byudjet asosida o'qishga kirisha oladida. Endi talabni butun hamma uchun qo'yilgan. Buni ham sizni aynan magistraturaga imtiyozi yozib qo'ydim. Lekin men shuni aniq bilaman. Adashmasam ko'zi yo'q. O'sha eshitishida nuqsoni bor bo'lgan insonlar bemalol o'sha til bo'yicha imtihonsiz magistraturaga kirisha oladi. Rahmat katta Jasur aka. Men o'sha mikrofonni yoqib berdim. Bekjon Ismoilovga marhamat Bekjon aka. Assalomu alaykum hurmatli jamoa. Jasur aka, juda xursandmiz bunaqa yuqori darajadagi shaxs bilan demak onlayn shaklda bo'lsa ham suhbatlashib turganimizdan. Savol shunaqaki, jamiyatda inklyuziv ta'lim, o'sha inklyuziv jamiyat masalalarini ijobiy yo'lga qo'yish uchun nazarimda bizda hozir lozim darajadagi huquqiy asoslar yetarli emasdek. To'g'ri, konstitutsiyamizda misol uchun 50-moddasida inklyuziv ta'limni tushunchasi keltirilgan yoki ta'lim to'g'risidagi qonunda misol uchun 20-moddasida demak inklyuziv ta'lim tushunchasi, konsepsiyasi keltirib qo'yilgan-u, inklyuziv ta'limni o'zi qanaqa bo'lishi kerak, amaliyotda qanaqa joriy etiladi, mezonlari nimadan iborat va u qaysi toifadagi nogironligi bo'lgan shaxslarga tatbiq etiladi degan savolga demak aniq bir qonunchilikda javob yo'qdek. Endi meni tavsiyamki, bu qonunchilik tashabbusi huquqi sizda bor, deputatlik maqomingiz nuqtai nazaridan. Menda o'sha inklyuziv ta'lim to'g'risidagi qonun loyihasi mavjud. O'zimni dissertatsiya tadqiqot ishim davomida buni ishlab chiqqanman. Xohlasangiz bu Dilmurod aka orqali yetkazishim mumkin. Dissertatsiyamni ham taqdim etishim mumkin. Agar mumkin bo'lsa, o'sha shu loyihani demak Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kiritsak, to'g'ri, unga tuzatishlar, qo'shimchalar, o'zgartirishlar kiritiladi. Shuni xuddi o'zi men berganday holatda uni amaliyotga tatbiq qilish kerak degan fikrda emasman. Lekin umumiy g'oyani o'sha Qonunchilik palatasi deputatlar nimasiga majlislarida, kengashlarida bir muhokama qo'yish imkoni bo'ladimi? Shu masalada bir fikringizni bilmoqchi edim. Rahmat. Albatta, savolingiz juda ham qiziqarli, o'rinli savol. O'zi inklyuziv degan tushunchasi yaqin yillardan bizda gapirila boshladi. To'g'rimi Dilmurod? Jasur aka sizda aloqa emas. Juda ham yaxshi biladilar. Oldingacha unaqa narsa yo'q edi. Bu tushuncha odamlarga ko'pchilik inklyuzivni deylik, men bir narsaga xafa bo'laman. Institutlarda inklyuziv sinflarni joriy qilishyapti. O'zi inklyuziv degani nima deydi? O'sha jamiyatda hamma kim qanaqa deylik irqi, dini, mana misol uchun salomatligi qanday bo'lishidan qat'iy nazar bir xil huquqda, bir xil nima deydi, normada hamma qanday yashagan bo'lsa shunaqa yashashda o'zi asli. Meni tushuncham. Lekin bizda deylik misol uchun maktablarda inklyuziv sinf degan narsalarni qo'yib olishyapti. Bu ham noto'g'ri deb bilaman. Endi yana bitta tarafi yaqinda davlat dasturi bo'ldi. Aynan o'sha ta'lim bo'yicha maktabniki mana shu ta'lim bo'yicha aynan inklyuzivlashtirish. Hattoki binolarimiz inklyuziv qilish bo'yicha ham takliflar berildi. Men juda ham xursand bo'laman. Misol uchun o'zimni mana shu sizga gapirayotgan Telegramimda Telegram kanalim bor. Xohlasangiz mana shu Telegramimga yozib oling yoki xohlasangiz Telegram kanalim orqali o'zingizda bor takliflarni asosli qilib yozib bersangiz, men aynan shaxsan o'zim juda ham xursand bo'laman. Juda ham bee'tibor emasman. Meni ham o'zi shu yerga kelib o'tirishimdan oliy maqsadim jamiyatda o'sha inklyuzivlikni ta'minlash, odamlarni bir xillikda ko'rishi uchun. Chunki holatlar bo'lgan o'zimiz ham kamsitilganmizda, lekin har bir inson ham bir xildek tushunmaydi, buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Juda ham xursand bo'ldim aynan dissertatsiya qilayotganingizdan sizni ukajon. Albatta men sizni takliflaringizni kutib qolaman. Ismingizni qaytarib yuborsangiz yozib qolaman, lekin hozir hattoki sizga yozib qo'yishim mumkin. Shu takliflaringizni jo'natishingizni xohlasangiz shablonlari bor, men sizga tashlab beraman.
Jasur aka, rahmat ko'p. Rahmat kattakon javobingiz uchun Jasur aka. Ismim Bekjon, familiyam Ismoilov. Bu umumiy shunday g'oya sifatida ishlab chiqilgan inklyuziv ta'lim qonunchiligini konkret bir qonun shaklida ifoda etish maqsadida bir ishlab chiqilgan g'oya. Man Dilmurod akadan lichkangizni olib anaqa qilaman. Sizga jo'natib qo'yaman aka. Mana Bu masalada man sizga alohida yana muhokama qilamiz. lichkamda yozib qo'ydim. Salomat bo'ling, rahmat. Shu vaziyatdan foydalanib ko'pchilik so'rashi mumkin, ya'ni Jasur aka bilan aloqa qilish qanday o'rnatishimiz mumkin. Man kanallarini o'sha o'zimni Telegram kanalimda ham bergandim, ijtimoiy tarmoqlari va misol uchun mani o'zimni ham shaxsiy savoli bor edi. Kimdadir o'sha nogironlik belgisi ko'rik kamsitish yoki qandaydir bir nogironligi bo'lgan shaxsni huquqi toptalgan bo'lsa, siz o'zingizga qabulingizga kelib qandaydir yordam olishi mumkinmi va shu qabulga qanday yozilishi mumkin rasman? Shu haqida ham ma'lumot bersangiz, Jasur aka. Man bajonidil ularni qabul qilish emas, kutib olishga tayyorman. Sababiki agar qonuniy huquqi buzilgan bo'lsa, buni albatta chora ko'rilishi kerak deb bilaman. Har birimiz mana shu jamiyatda to'laqonli a'zosimiz, insonimiz va xohlasa Telegram kanalim orqali, Telegram kanali ichida o'sha aynan bitta liga ochib qo'yganman. Bot ochib qo'yganman. U orqali bemalol yozsa bo'ladi. Xohlasa hozir hamma nomerimni yozib olishsin. Hech narsa menda yopiq emas. Va agar yo'li tushsa Oliy Majlis Qonunchilik palatasining qabulxonasiga kelishsa, albatta shu yerga ham tushib, ko'rishib, muammolarini tinglab, nima deydi, maksimal darajada qo'limdan kelgancha ularning muammolariga bee'tibor bo'lmasdan yechishga harakat qilaman. Rahmat katta Jasur aka. Keyingi tinglovchimizga men viloyat aholini ijtimoiy himoya o'zingizni tanishtirsangiz iltimos. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni qisqacha tanishtirsangiz rahmat katta. Surxondaryo viloyati nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish inklyuziv markaz rahbari Muxtor va Nigina Rustamovna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalam mana shunday uchrashuvlarni iltimos tez uyushtirib tursalaringiz, Dilmurajon, sizga eng avvalo rahmat. Mana shunday uchrashuvlarni tashkillashtirganingiz uchun. Savolim quyidagicha edi. Oliy Majlis fondi tomonidan grant loyihalarini hammamiz topshiramiz. O'sha ba'zida o'sha grant loyihalarini yozishda ayni damda o'sha inklyuziv gruppalarda kuzataman. O'zimizda ham, masalan, o'zim ham ikkinchi guruh nogironiman. Ish tajribam sifatida nogiron bo'lmagan insonni sog'lom insonlar tushunishi sal murakkabroq bo'ladi-da. Shuning uchun men aynan grant loyihamda o'zimizni holatimiz yuzasida yuz berayotgan o'sha holatlarni, maqsadlarni, mexanizmlarni qo'yib yozaman. Buni ba'zida yutuqlar, to'g'risini aytsam, uncha tushunmovchilik bo'ladimi, uncha ko'p yutuqlarga ega bo'lmay kelyapmiz. Ayni damda siz Oliy Majlis fondida agarda haqiqatdan mana deputatlikka saylanibsiz, tabriklayman. Sizning ham o'sha fondda komissiya sostaviga kirgizilsa degandim. Bu juda ham yaxshi savol va o'rinli taklif. Bu albatta men Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga kirdimmi, aynan har bir nogironligi bo'lgan insonlarning masalasi avtomat tarzda men o'zimga kelib tushadi. Bundan hech e'tiborsiz emasman. Mana bugungi kungacha ham o'sha murojaatlar, takliflar ko'p yig'aman. Hattoki Xorazm viloyati o'sha assotsiatsiyasini boshlig'i takliflar yuborgan ekan, uni masalan Isoqov Oybek aka jo'natgan takliflarni hammasini tijiga jamlab borganman. Va o'sha aynan fondda ham, deylik fond uchun grantlar loyihasida ham men o'ylaymanki, meni ishtirokim bo'ladi, bo'lishi shart va bo'lishi uchun o'zim ham harakat qilaman. Maqsadim bitta, sizlar yaxshi ish qilsanglar, bizga yaxshi, hammamizga yaxshi, bu jamiyatimizga yaxshi. Shuning uchun avvalo taklifingiz uchun rahmat, lekin albatta buni hisobga olib, inobatga olib, o'sha grantlar loyihasida
Agar nomzodimni yo'q bo'lsa ham o'zim qo'shtiraman to'g'risi. Imkon bo'lsa qo'shtiring, chunki bizda holatimizni sizga o'xshab biz ancha oldin kutuvdikda o'zimizdan deputatlar chiqishini. Ikkinchi savolim bor edi. Ma'lumingizki, 17-yanvar kuni 2025-yil 17-qarorga asosan 2025-yilda aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror chiqarildi. O'sha qarorga asosan bizning nogironlar markazimizda shaxsan o'zimning markazimda 2683 nafar a'zolarim bor. Ularning har bittasiga alohida gruppa ochganman. Viloyat miqyosida albatta. Buni ichida hozirgi kunda fermer xo'jaligi bilan shug'ullanadigan bir qo'lida kamchiligi bor, nogironligi bor fuqaromiz 5 yildan beri alohida o'ziga oilaviy MTJ ochganman. Chunki xabaringiz bor, Surxondaryoning chekka tog'li hududlarida aholini ish bilan ta'minlash juda ham dolzarb muammolardan biri. Va ayni damda men unga to'g'ri yo'l ko'rsatish maqsadida uni oilaviy, ya'ni o'sha hududdagi xotin-qizlar bo'ladimi, ishsizlar bo'ladimi, nogironligi bo'lgan shaxslar bo'ladimi? Ma'lumingizki, nogironligi bo'lgan shaxslarni ish o'rni bilan ta'minlash garchi 641-sonli nogironlar qonuni chiqqan taqdirda ham baribir dolzarb mavzuligicha qolib kelmoqda. Bu hammasi bir tekisda emas. Shu o'sha fuqaromizga fermer xo'jaligini boshqarishida hozirgi kunda dala shiyponlarda oti, o'sha yilqilari, umuman olganda qo'y qo'zilarining ko'pligidan mana shu sovuq kunlarda yem xashakni topib berolmaganidan, ya'ni gektar joyi yo'qligidan ekishga joyi yo'qligidan o'sha mollarni ko'pi o'ldi. Va men bu taklif bilan o'zimizda deputatlarga ham 2 yildan beri chiqaman. Bunga joy ajratilmayapti. Axir imtiyozlar davlatimiz tomonidan qanchadan qancha o'sha ish o'rni bilan band qilish va boshqa imtiyozlardan foydalanish imkoni bor-ku, o'shalarni ham sizdan iltimos, mana shu o'zini o'zi ish o'rni bilan ta'minlaydigan nogironlarimizni ham boshqa bir fermerlarga qaraganda ularni imtiyozli holatlarini inobatga olib, birinchi navbatda qo'llab-quvvatlansa, u ertaga hayotga bo'lgan, jamiyatga bo'lgan intilishi 10 baravarga oshadi va kelgusida o'zini yon atrofida hozirgi kunda 4 ta nogironligi bo'lgan kishilarni ish o'rni bilan band qilgan. Bundan keyingi holatlarda ham agarda bunga yer berilsa, o'sha fermer xo'jaligi ko'paysa, yanada motivatsiya olib, davlatimiz tomonidan qo'llab-quvvatlanayotganini ko'rib, barqaror rivojlanishi olg'a surilarmidi deyapman. Rahmat taklifingiz uchun. Yaxshi. Opa, bitta sizga ham taklifim bor-da, mana tuman, viloyatlarda va amalga oshmadimi? Albatta Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga yozinglar. Agar asosli bo'lsa, hamma o'sha qonunda deylik, bizning qonunlarimizda o'sha tuman yoki o'sha viloyat mas'ullari qonunga xilof qilingan bo'lsa, kerak bo'lsa, men sizga bemalol qo'rqmasdan aytaman, deputatlik so'rovini jo'natishga biz tayyormiz. Shuning uchun agar u akamizga ayting, masalasi o'tlarda hal bo'lmayaptimi, yozsin Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga asosli qilib bizga murojaat yo'llasa, juda ham xursand bo'lamiz va nimaga o'tiramiz? To'g'risi, o'sha mana shunaqangi muammo ko'tariladigan muammolarni bu yerga kelishdan ham bir asosiy maqsad qo'ldan kelgancha yetishga, ijobiy hal qilishga harakat qilish uchun o'tiramiz. Shuning uchun xursand bo'ldim. Bunaqangi muammolardan ko'p bilasizlar, men ijtimoiy himoya milliy agentligida o'tirganimda bir paytlar juda ham xafa bo'lardim. Sababi nimadan xafa bo'lardim? Nogironligi bo'lgan insonlardan foydalanam deylik, kasanachilik bo'yicha juda ham yaxshi bir subsidiyalar ajratildi. Adashmasam 2022 yoki 2023-yilda u bo'yicha ham men xohlamagan bo'lardim-da, nogironligi bo'lgan shaxslar o'zlarini ularga topshiriq qo'yishib, bitta kasanachilik boryapti-da, bitta nima deydi? Tikuv sexini rasmiylashtirib, nogironligi bo'lgan shaxsga rosa katta tarzda sog'lom odam
o'sha nogironligi bo'lgan insonni nogironligidan foydalanib judayam katta subsidiyalarni olib ishlatayotganliklarini guvohi bo'lganman-da. Shundan agar imkon darajada bo'lsa, o'sha sizni qo'lingizda ham katta jamoa bor ekan, mana shunaqangi qonunga xilof ishlarga aldanib qolishmasin. Bunaqangi holatlar judayam ko'p. Buni haligi nima deydi, tahlillari ham bor edi. Bu yaxshi holat emas. Juda zo'r subsidiya ajratilgandi, lekin ming afsuski, to'g'ri, xalq va hujjat zo'r ketyapti, yaxshi ketyapti. Nogironligi bo'lgan shaxs nomiga ochilgan, u yerda nogironligi bo'lgan insonlarni bandligi bo'yicha o'sha reyestrda ko'ryapti. Agar asli holatda olib borib qaraydigan bo'lsangiz, sog'lomlar ularni prosta ularni nima deydi, o'zlaridan foydalanishyapti-da. Va shunaqangi holatlari bor, ularga hech qanaqangi bir pul bermayotgan holatlarini ham ko'rganman. Lekin aslida uni nomiga subsidiya olingan. Bular juda ham yaxshi holat deb bilmaymiz. Agarda mana shunaqangi holatlar bo'lsa ham bizga murojaat qilsangiz, albatta yaxshi bo'lardi, ko'rib chiqsak va boshqalarga ham o'rnak bo'lardi, darslik bo'lardi. Boshqalar uchun ham agar bir marta yaxshilab chora ko'rilsa. Jasurjon, yana oxirgi savolim, ming bor uzr. Hozir o'zidan o'zi kelib qoldi. Ijtimoiy himoya milliy agentligida ishlaganman dedingiz. Shaxsan 2023-yilda Mansurbek Polvonzoda Alloyorov Surxondaryoda shaxsan mening markazimga kelgan edi, tashrif buyurgan edi. Va undagi men 5 ta to'garak bo'yicha, ya'ni 5 ta tashabbus bo'yicha har bir nogironni 10 ta 15 tadan nogironni kasbiy hunar bilan o'rgatib, ularni hunarlarini savdo yarmarkalariga chiqarish taklifini bugungi kunga bu mahsulotlar o'rgatish jarayonidagina yetadi. Lekin ayni damda rahbariyat, mutaxassislar ish haqsiz qolmoqda degan edim. Surxondaryo viloyatimizning bo'limlariga, ya'ni ijtimoiy himoya milliy agentligi direktoriga bu markazga mening marshrutimni birinchi bo'lib yo'llantirishingiz kerak edi deb o'sha shahar hokimligimizda, viloyat hokimimizning o'rinbosarlari bilan kelgan tashriflarida aytib, juda ham mamnun bo'lib ketgan edilar. Lekin mana oradan 2 yil o'tdi ham, hatto men Toshkentga borib o'zlari bilan uchrasha olmadim, vakillari bilan uchrashdim, telefon orqali aytdik, bo'ldi. Siz Surxondaryoga qaytib ketavering, albatta markazingizda agentlik tasarrufida qamrab olinadi, chunki ularni ishi bu deb aytishdi. Lekin hech qanday natija bo'lmadi. Agar imkon bo'lsa sizda shu hozirgi holatni 2023-yil ayni damda o'sha nogironlarni ijtimoiy himoya qilish markaziga borib inklyuziv holatdagi nogironlarning kasbiy to'garakini ko'rgan ekansiz. Даже men aytdim, hunari qadrlangan yurtda boqmandalar bo'lmaydi dedim. Shart emas, nogironligi bo'lgan shaxslarimiz birovini masalan, men hammasini aytmayman, to'g'ri, lekin shaxsan mening markazimdagi o'sha aytayotgan o'quvchilarim mutaxassis bo'lib yetishgan, ularga agarda hunari qadrlansa, ular boqmanda bo'lmaydi. Ular bugungi kunda o'sha moddiy yordamlar, ayollar daftari deymiz yoki boshqa daftarlar deymiz, o'shalarga to'g'risini aytsam, zoriqib ham qolmaydi. Faqatgina ularni hunarlari menimcha qadrlansa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Rahmat katta savol. Albatta. Bu menimcha taklif o'rnida qabul qildim sizni. Uzr Dilmurod aka, gapingizni bo'ldim. Albatta, agar agentlik rahbariyati bilan bizda o'sha eshittiruvlari yoki shunaqangi tadbirlar yoki shaxsan ko'rib qolishlari bo'lsa, albatta sizni eslatamiz. Va yaxshi loyihalarni yo'lga qo'ygan ekansiz. Bee'tibor emasman. To'g'ri, shaxsan o'zim haqimda, o'zim nomimdan gapiradigan bo'lsam, o'ylaymanki, Xudo xohlasa agentlik bilan ko'rishilganda bu masalalarni ham ko'taramiz. Rahmat katta. Keyingi Va aytgan bo'lardim, siz asoslari ravishida bitta nima deydi, misol uchun baribir asosli qilib xat kiritsangiz yanada yaxshi bo'lardi. Chunki bu biz uchun yaxshi bir nima deydi, qo'limizda bo'lgan, ularga nisbatan yaxshi asos bo'lardi meni o'zimda.
Rahmat katta. Man uzr so'rayman. Vaqtimiz cheklangan. 1 soatdan beri gaplashib o'tirmiz. Suhbatimiz qiziqarli bo'lganligi uchun vaqtni ham esdan chiqarib qo'ydik. Man yana ikkita tinglovchimizga imkoniyat bersak, Jasur aka maylimi? Vaqtingiz Bemalol. Xursand bo'laman. Rahmat katta. Aziz Abdullayev, marhamat. Assalomu alaykum. Aziz Abdullayev. Men ham Sharoit Plus'da ishlayman. Dilmurod aka bilan hamkasbmiz. Avvalo xursandman. Shu nogironligi bo'lgan shaxslarga ham ovozi yetib boradigan bo'ldi. Shu Oliy Majlisda shu qonunchilikni nogironlik masalasidagi qonunchilikni takomillashtirishda ovozi yetib boradigan bo'ldi siz orqali. Va birinchisi savol, ikkinchisi taklif edi. Menda birinchi savolim mana inklyuziv jamiyat sari degan loyiha haqida gapirdingiz. O'shani natijasini qanday natija ko'zlanyapti bundan inklyuziv jamiyat sari loyihasi? Chunki qandaydir shu normativni ko'zlaydi-ku baribir. Misol uchun qachondan boshlanadi, shu qaysi natija bilan yakunlanishi kerak, shuni rejasi haqida agar biroz ma'lumot bersangiz. Keyin ikkinchisi taklif bu bizda qonunlar yoki qarorlar chiqadi, lekin uni ba'zida uni endi shunaqani majoziy ma'noda aytganda iste'mol qilganimizda qiynalamiz-da, nogironligi bo'lgan shaxslar. Ishlatishda qiynalamiz. O'sha yoki o'sha joylarda qarorlarni bajarishda o'sha mas'uliyatsizlik bo'ladi har xil. O'shani eng asosiy yechimi men jamoatchilik nazorati deb o'ylayman. Shu ko'proq agar mana Oliy Majlis fondidan loyihalar haqida gapirildi. Aynan jamoatchilik nazorati bilan ko'proq bog'liq bo'lgan loyihalarni taklif qilsangiz maqsadga muvofiq bo'lardi. Shu bo'yicha agar fuqarolik jamiyatida ishlarni tizimlashtiradigan bo'lsak, menimcha shu qaror yoki qonunlarni ijrosiga erishgan bo'lardik. Rahmat. Rahmat kattakon. Tushunarli. Birinchi savolingizga to'xtalgan inklyuziv jamiyat sari loyihasi. Bu loyihada agar sizga tajribam berish mumkin. Bunda 5 ta maqsad yo'lga qo'yganmiz. Albatta yana bir narsani aytish boya yodimdan ko'tarilibdi. Bunda faqat partiya ishlamaydi. Bunda aynan ishchi guruhi ishlaydi. Ishchi guruhida deylik ijtimoiy himoya milliy agentligi albatta bor. O'sha joylarga chiqib muammolarni o'rganganimizda muammoni tezroq hal qilish maqsadida ishchi guruhga ijtimoiy himoya milliy agentligini albatta qo'shganmiz. Bandlik, kambag'allik va bandlik vazirligi, Argosi o'sha uni ham qo'shilgan. Bundan tashqari hunarmand uyushmasi qo'shildi. Ko'pchiligi nogironligi bo'lgan insonlarimiz hunarmandchilik, kasanachiliklarga qiziqganligini hisobga olgan holda ko'p aynan o'sha ijtimoiy yo'nalishga kerakli bo'ladigan savdo sanoat palatasi qo'shilibdi. Mana ijtimoiy tadbirkorlar, O'zbekiston nogironlar assotsiatsiyasini ham taklif qilganmiz. Albatta o'sha kuni Oybek ham borib juda ham yaxshi takliflarni berib ketdi. Buni muammoni har doim o'rinli yoritish uchun O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini ham u yerga biz jalb qilmoqchimiz. Maqsad nima deydi? Borib mana hudud o'rganishda hammasi yaxshi ekan emas. Aynan borib hududlarga chiqib o'rganamiz deyotganimiz, bordingmi o'sha joyida deylik aynan nogironligi bo'lgan insonni qiynayotgan masalani yoki muammoni joyida hal qilishga maksimal darajada erishish uchun ham ko'pgina vazirliklar bilan ishlanmoqda. Men mana shu chiqqan hududlarimizda aynan bemalol qo'rqmasdan ayta olamanki, ijtimoiy himoya milliy agentligini oldiga qo'ygan o'z faoliyatida davrida qilinishi kerak bo'lgan ishlarning muammosi bo'lishini ko'proq bilib turib, shunda aynan ijtimoiy himoya milliy agentligini ham qo'shibdi. Chunki ularning yo'nalishi hozir ko'plab profillarni qamrab olgan, shuning uchun ham. Xudo xohlasa bundan erishishda maqsadimiz nima? Bu yana keyingi yilga aytolmayman-ku 2030-yilgacha, deylik 2029-yilda men deputatlik mandatim tugasa, noyabr oyida 2030-yilgacha qilib belgilab qo'yganmiz.
deylik bir muammo hal bo'lmadimi, bunga bo'ldi hal bo'lmadi deb qarab qo'yish emas. Borib yanada o'rganish, yana shu narsani hududdagi mas'ullar bilan birgalikda ruschasiga решенияsi deydi-ku, o'sha narsani amalga oshirish maqsadimiz ko'proq. To'g'ri, butun respublikani har bitta hududiga kira olmasligimiz mumkin, lekin har bitta deylik tuman, qishloq, ko'chalarga bora olmasligimiz mumkin, lekin har bitta respublikaga borib o'sha yerni o'rganib va ulardan taklif olib kelib, masalalarni, muammolarni aynan deputat sifatida hal qilishga harakat qilaman. O'zi bu aynan o'sha partiyani ichida tashkil qilib ochamiz, lekin deputat sifatida man u yerda bee'tibormasligimni bildirib, ko'pgina mana shunaqangi hozirda bizlarda sur bo'lgan muammolarni birinchi o'rinda yozib qo'yilgan. Misol uchun to'siqsiz va xavfsiz harakat. Butun O'zbekistonning hamma joyida deylik, bitta statistika berishganda, respublika bo'yicha 20% da infratuzilmasi shakllangan deyilgandi. Misol uchun men u narsani o'zim 20% ham deb bilmayapman-da. Bu degani rostdan ham bee'tibor bo'lmaymiz va harakat qilinadi, xudo xolisa ochilishiga, bularni ishlanishiga va yaqinda o'sha 13-dekabr kuni prezidentimiz yig'ilishlarida bir narsani aytdiki, har bitta tumanda aynan butun boshli infratuzilmasi har bir nima deydi, jihatiga e'tibor beriladigan mahallalar tashkil qilinish. O'rnak bo'ladigan mahallalar. Bunda ham albatta xudo xolisa o'zimizni fikrimizni, o'zimizni so'zimizni aytamiz, bular bo'yicha o'zimiz tavsiyalarimizni beramiz. O'ylaymizki, agarda mana shunaqangi namunali mahallalar ham tashkil qilinsa, ko'p joydagi boshqa yonimizdagi insonlar o'rnak oladi degan fikrdamiz. Albatta, bu o'sha boya aytgandek, kengaytirib yubordim savolingizga javobni. Inklyuziv jamiyat sarini o'zini maqsadi va vazifalari bor. Albatta, bu maqsad vazifalariga erishmaguncha bu loyiha to'xtamaydi, tugamaydi. 1 yillik loyiha emas demoqchiman-da. Misol, meni mandatim 5 yillikmi, 5 yillik loyiha deb o'zimni oldimga maqsad qo'ydim. Albatta, jamoatchilik nazorati bo'yicha o'sha siz aytgan bu ham har bitta o'zi qo'mitalarda jamoatchilik nazorati bo'yicha ishchi guruh tashkil qilinadi deyilgan. Balkim shunaqangi yo'nalishlar taklif qilinsa, agar ishchi guruh tashkil qilinsa, aynan u yerda jamoatchilik nazoratchiligi bo'yicha bitta man emas, boshqa nogironligi bo'lgan insonlar bo'lsa ham xursand bo'lardim. Jasur aka, rahmat katta. Men oxirgi savolni bermoqchiman tinglovchilarimizga. Murod Egamov, marhamat. Oxirgi savol shu bilan yakunlaymiz. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Jasur aka Jumayev. Avvalambor xayrli va davomli bo'lsin lavozimingiz. Rahmat. Men taklif bermoqchi edim, agarda xo'p desangiz, siz bilan Toshkent shahar bo'ylab jamoatchilik nazoratini o'tkazsak, maylimi? Xo'p bo'ladi. Men xursand bo'laman. O'zi men bir narsadan xafa bo'ldim juda. Mana xalqlar do'stligida metroga tushish uchun o'sha uskuna o'rnatildi deyildi, o'shani ishlamayotganidan men juda xafa bo'ldim. Endi kunlar sovuqlik uchun chiqa olmayman. O'zi shunaqangi mart oyida aynan Toshkent shahri bo'yicha jamoatchilik nazorati bo'yicha o'zimni bitta ligim bor, yozib qo'ygan konsepsiyam bor. Nafaqat bu butun Toshkentda qayerda nima muammo bo'lsa, o'sha narsani aynan o'zimni kanalim, aynan o'sha fraksiyani kanali olmas, kerak bo'lsa olmas, Qonunchilik palatasini kanalida yoki televideniyadan chaqirib, o'sha jamoatchilik nazorati bilan birgalikda mas'ullarga ko'rsatmoqchiman. Va bir narsadan juda xafa bo'ldim. Agar bilsanglar, mana Westminster institutidan deylik avtodorojniy institutiga kelayotganda men ko'p oldin ishlaganda Ijtimoiy himoya milliy agentligida har obedda chiqib o'sha yerdan yurardim kolyaskada-da. Va trotvarlar juda zo'r qilib qo'yilgandi. Men o'sha yerdagi tadbirkorlarga ko'p e'tiroz bildirganman, xafa bo'lardim ulardan. Taktil yo'laklarga banner reklamalarni, stullarni qo'yib qo'ygan holatini ko'rganman. Konditsionerni ko'chada turadiganini qo'yib qo'yganini ko'rib xafa bo'lib e'tirozlarni bildirgandim. Albatta o'sha joylarni ham borib endi hozir deputat sifatida ularni ham
masalanisini ko'rishga va bundan tashqari yer usti yo'llar bor bilsanglar, Toshkentda juda ham ko'payib bormoqda. Undagi liftlarni ishlamayotganligi, hattoki yangi metromizda ham bir marta aylanganimda bitta stansiyada lift ishlamayotgan holatlarini ko'rgandim. Albatta buni chiqqanda jamoatchilik, o'sha yerdagi mas'ullar barchani bilan birgalikda chiqib, buni albatta siz Murodjon siz bo'lsangiz, sizni ham taklif qilamiz. Yozib qo'ysangiz, albatta chiqadigan kunimizda sizni taklif qilib birga chiqib, buni o'rganib, masalasini baribir nogironligi bo'lgan insonlar ko'chada kam ko'rinishganligi uchun deb mana shunaqangi masalalar e'tiborga olinmaydi deb bilaman-da. Shuning uchun ko'proq mana shu mart oyida Toshkent shahri bo'yicha rosa ko'p boradigan, yozib qo'ygan joylarim bor. O'shalarga balkim siz bilan birgalikda borib o'rganamiz, masalasini yechishga harakat qilamiz. Rahmat sizga kattakon taklifingga. Bo'ldi, Murodjon, bitta iltimos bo'ladi, siz menga yozib qo'ying. Mana shu lechkamgami yoki kanal orqali kirib kanalgami yozib qo'ysangiz, men albatta siz esimda turasiz. Men bu yerda yozib qo'ydim hozirgi daftarimga, lekin balki siz menga tashlab borarsiz o'sha yerdagi o'zingizni men o'ylashimcha sizni yurgan holatingizda yanada yaxshi bo'lardi. Albatta, chunki men ham shu yo'nalish bo'yicha ketyapman va o'sha xalqlar do'stligining metroni ham borib suratga, videoga olib keldim va ijtimoiy tarmoq orqali ko'rsatib berdim. Haqiqatan ham ishlamayapti. Murodjon, To'g'ri, rahmat. to'g'ri. Rahmat kattakon. Hattoki mana bu Magic City'ni oldida ham uskuna o'rnatilgan, lekin u ham ishlamayapti. Men o'zim bir marta kelib o'shani ham ko'rib ketdim ijtimoiy himoya agentligida ishlab yurgan paytimda. Endi unda men o'ylaymanki, u yerda mas'ullarga har doim yetkazib borganman. U yerda asosan ijtimoiy inspeksiya bor. O'shalarga yetkazib holatni o'rganishini aytib borardim. Bu safar endi albatta ijtimoiy inspeksiyani o'zini chaqirib birgalikda o'rganamiz degan umiddaman. Murodjon, siz bilan birgalikda. Katta rahmat. Rahmat katta. Yaxshi tashabbus bo'ldi oxirida. Endi men vaqtga qaragan holatda oxirgi sizdan nima deydi so'ramoqchi bo'lganim, Jasur aka, ko'pchilik mana hattoki shu Murod bizni a'zoyimiz, ular ham aytadilar, men ham deputat bo'laman, yana siyosiy hayotda ishtirok etaman degan bir nogironlik bo'lgan yoshlarimiz ko'pda. Shularga qandaydir maslahat, tavsiya bersangiz zo'r bo'lardi oxirida. Rahmat katta. Deputat bo'lish uchun albatta nima deydi, jamiyat bo'lishingiz kerak deb bilaman. Men bilasizmi Dilmurod aka, o'zimni nuqtai nazarimdan, o'zimni faolligimdan kelib chiqib aytib bersam bo'ladimi? Albatta shu hayot yo'lingizdan kelib chiqib aytsangiz zo'r bo'lardi. 2004-yildan beri hozirgi kungacha hech ham tinjimayman, har doim o'qiyman, harakat qilaman, ishlayman. Hozir ham misol uchun deputat bo'lib turib ham o'sha agar o'zimni ijodimni ham hisobga olsa 3 ta joyda ishlayman-da. Misol uyga borib har kuni ijod qilaman. Kechqurun shu menga odat bo'lib qolgan kechqurungacha ijod qilish. Demoqchi bo'lganim jamiyatda faol bo'ling, o'zingizni fikringizni bildiring va albatta bir o'zingizga ma'qul bo'lgan bitta partiyaga a'zo bo'lib qo'ying. Siz a'zo bo'lsangiz, deylik 5 yildan keyin sizni nomzodingiz qo'yilishidan xursand bo'laman. Va Xudo xohlasa mana shu yerda o'tirgan tinglovchilarimiz orasida balki mana shu Oliy Majlis Qonunchilik palatasida kelib ishlayotganlar bo'lish uchun juda ham orzu qilaman. Chunki bizga zo'r ne'mat berildi, yaxshi ne'mat berildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasida ham nogironligi bo'lgan insonlar deputat bo'lishi uchun. Demak, bunda men bir o'zim emas, boshqa o'sha jamiyatda faol nogironligi bo'lgan shaxslar ham kelib shu yerda deputat bo'lishini xohlardim. Albatta birinchi o'rinda o'sha deylik liberal demokratik partiya. Men liberal bo'lganim uchun sizni liberalga jalb qilaman hammanglarni. Ular to'g'risini aytganda bee'tibor emas, o'sha nogironlik bo'lgan insonlarga bee'tibor emas. Hattoki sizlarni orangizdan mana shu Murodjonni ham ilgisi yoqib qo'ydi. Egamov Murodjonni fikrlari yoqdi. Balkim birga bir podkast qo'yishni rejalashtirayotgandik. Balki mana shu muammolar bo'yicha o'zi bitta Dilmurodga bitta
endi buni keyinroq aytaman dedim, hozir aytmoqchiman to'g'risi, endi sir qilmasdan. Mana jamiyat ko'chaga chiqib muammolarni o'rganib, to'g'ridan-to'g'ri televideniyada o'sha mas'ul idorani vakilini chaqirib o'sha bilan savol javob qilmoqchiman-da o'zi. Nimaga bee'tiborligini bilish uchun-da. Hamma bilishi uchun. Agar bu Murodjonga o'xshagan yana boshqa bu yerdagi har bir bee'tibor emas bo'lgan insonlarga o'xshagan insonlarimiz mana shunaqangi muammolarni, takliflarni yetkazib berib tursa juda ham xursand bo'lamiz va men o'ylaymanki, bir o'zim to'g'risi Oliy Majlis Qonunchilik palatasida bir o'zim nogironlik bo'lgan shaxs sifatida hech narsa qila olmasligim mumkin agar sizlar bo'lmasanglar. Shuning uchun agar sizlar ham o'sha muammolarni, qonundagi muammolarni, butun mana shu jamiyatdagi qusur muammolarni ko'rsatib tursanglar, birgalikda, hamjihatlikda ko'proq bizlarni qiynab turgan o'sha deylik noqulayliklarni yechamiz degan umiddaman. Avvalo hammanglarga shu 1 soat mana 18 minut bo'libdi eshitib o'tirganinglar uchun minnatdorchiligimni bildiraman. Avvalo Dilmurod akaga shunaqangi inisiativa bilan, takliflar bilan chiqqanligi uchun va endi Dilmurod akam shunaqaki, har doim nogironligi bo'lgan insonlarni bandligiga bee'tibor emas. Shu singari men ham bee'tibor emasman. Shundan aynan bitta konvensiya bor ekan, mehnat bo'yicha konvensiya. O'shani ustida hozir ish boshlamoqchiman. Xalqaro mehnat konvensiyasi ekan. Men o'ylaymanki, bunda albatta Dilmurod akamni sizlarning yordaminglar kerak bo'ladi. Raqamini aytib qo'ysam, sizlarga adashmasam bu konvensiya 159-konvensiya ekan. Agar shu 159-konvensiyani ham bir o'rganib ko'rsanglar, sizlarga ma'qul bo'lsa, sizlarning ham fikringlar u yerda bo'lsa, mana shu konvensiyani aynan nogironligi bo'lgan insonlarning bandligi, hattoki bu yerda qishloq joylarda ham bandligi ilgari surilgan. Mana shuni konvensiyani birgalikda, mana jamoatchilik bo'lib o'rganib, sizlarga endi men o'qib chiqdim, menga ma'quldek bo'ldi, sizlarga ham ma'qul bo'lsa yoki balkim kerak emasdir, bilmayman-ku men. Shuning uchun buni ham bir bee'tibor bo'lmasdan o'qib, o'zingizlarning takliflaringizni bersanglar, juda xursand bo'lgan, minnatdor bo'lgan bo'lardim. Chunki bu konvensiya men har doim aytaman, kerak deb o'ylayman. Nogironligi bo'lgan inson agar ishli bo'lsa, o'zini o'zi boqib, bemalol hamma qatori yashasa, jamiyatning to'laqonli a'zosi deb bilaman-da shu insonlarni. Shuning uchun hammanglarga aytgan bo'larim, harakatdan to'xtamanglar. Hozirda ham faol insonlar-ku sizlar, mana shunaqangi faolliginglar yo'qolmasin. Rahmat sizga, Dilmurod aka. Jasur aka, birinchi navbatda sizga rahmat. Shanba kuni kechki payt ishda qolib podkastga vaqt ajratganingiz uchun bu juda ham olqishlaymiz bu tashabbusingizni ham. Rahmat katta. Va kelajakda hamkorlikda mana shu siz aytdingiz 2029-yilgacha, noyabrgacha birgalikda ishlaymiz degan umiddamiz. Rahmat katta. Yaxshilikda, omonlikda ko'rishaylik. Dilmurod aka orqali bu suhbatimiz ko'pchilikka yetkaziladi degan umiddaman, lekin agarda yana bir qaysidir ma'lum bir vaqtdan keyin mana shunaqangi podkastni yana uyushtirsanglar, men xursand bo'lib, bajonidil ishtirok etishga va takliflarni eshitishga, muammolarni mana shu uni eshitishga tayyorman. Har doim har biringlarning fikringlar men uchun o'rinli. Rahmat katta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.